Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz dopamin haqida. Dopamin bu miyada ajraladigan baxt gormoni. Ya'ni siz bironta bir ish yoki o'yin o'ynaganingizda ajraladigan narsa. Hozirgi kunda esa qisqa videolar orqali bu dopamin juda ko'p ishlab chiqarilyapti. Va uzun ishlarda va uzun videolarga kelganda esa odam sabrsiz bo'lib qoladi. Borgan sari shunday videolar va uzun ishlarni qila olmay qoladi. Bu narsa esa borgan sari qisqarib boryapti. Hozir YouTube'da ham videolar qisqarib ketdi. Instagram'da, TikTok, shunday o'xshash platformalarda qisqa videolar soni ko'payib ketdi va odamlar unga o'rganib bo'ldi. Bizni vazifamiz esa endi Instagram shularni o'chirib tashlash kerak yoki kamaytirish kerak. YouTube'dagi videolarni ko'paytirish kerak. Rahmat hammaga.